Bolajonlar uchun qo'shimcha ozuqa berishda yo'l qo'yiladigan top 5 xato. Birinchi xatoga juda ham ko'plab onajonlarimiz yo'l qo'yishadi. Bu birinchi bo'lib ular mevali pyurelarni berib qo'yishadi. Bolaga endigina qo'shimcha ozuqaga o'rgatishni boshlaganda sabzavotli pyurelar berish kerak. Misol uchun qovoqli, sabzili, brokoli, mevali pyureni keyin taxminan 1-2 hafta o'tgach kiritish tavsiya etiladi. Shu tarzda bola boshqa ozuqalarga asta-sekin o'rganadi. Ikkinchi xato bu birdaniga turli xil mahsulotlarni berib yuborish. Yangi mahsulot qo'shganda birinchi 3 kun muhim hisoblanadi. Shu 3 kun davomida yangi mahsulotlar qo'shish tavsiya etilmaydi. Shunda qaysi mahsulot bolaning organizmiga qanday reaksiya berayotganini bilishingiz mumkin. Uchinchi xatoga ham juda ham ko'plab onajonlarimiz yo'l qo'yishadi. Bu bolaning ozuqasiga shakar yoki tuz qo'shib berish. 1 yoshgacha bola ozuqasiga tuz va shakar qo'shib berish mumkin emas. Bo'tqa va pyurelar tabiiy ta'mda bo'lishi lozim. Shirinlik va tuz bilan ovqatlanish odatini keyinroq asta-sekin shakllantirish mumkin. To'rtinchi xato bu miqdorni birdaniga oshirib yuborish. Yangi ozuqa berishni boshlaganda bolaga birinchi bo'lib 1 choy qoshiq beriladi va bolaning reaksiyasiga qarab miqdor sekin-sekin ko'paytirib boriladi. Agar miqdorni birdaniga oshirib yuborsangiz, bolada ich qotishi kuzatilishi mumkin yoki oshqozonda noqulayliklar kuzatilishi mumkin. Va 5-xato qo'shimcha ozuqa bergandan keyin bolaning reaksiyasini kuzatmaslik. Har bir yangi ovqatdan keyin bolada toshma, ich ketishi yoki qorin dam bo'lishi kuzatilsa, har qanday noqulaylikda yangi ovqatni to'xtatish yoki kamaytirish tavsiya etiladi. Bu bolaning sog'lom ovqatlanish odatini shakllantirishga yordam beradi. Shu kabi foydali va tajribaga asoslangan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizning sahifamizga obuna bo'ling. Bolajoningiz uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni Pepito'dan xarid qiling.